Onalar qanday qilib odatdagi hayotiga qaytishi mumkin? To'liq ma'noda odatdagi hayotga qaytish tez orada bo'lmaydi, lekin ba'zi sevimli mashg'ulotlarni bolakayning birinchi yilidayoq tiklash mumkin. Buning uchun shunchaki biroz harakat qilish kerak bo'ladi. Bu borada slinglar, ergo ryuksaklar, portativ butilka isitgichlar va boshqa zamonaviy qurilmalar yordam beradi. Shunda ona faol hayotini davom ettira oladi. Kichkintoy bilan teatrga bora olmasangiz dargumon. Ammo muzey yoki kafega borish juda mumkin. Zamonaviy muassasalar ko'pincha o'zgaruvchan stollar va xavfsiz o'yin maydonchalari bilan jihozlangan. Siz marshrutingizda chaqalogingiz bilan qulay vaqt o'tkazishingiz mumkin bo'lgan joylarni oldindan belgilashingiz mumkin. Agar sizga kerak bo'lsa, boshqalardan yordam so'rashdan qo'rqmang. Bunday sayohatlar nafaqat onaga, balki bolaga ham foydalidir. U yangi taassurotlar, tovushlar, hidlar, yuz ifodalari, notanish sozlarni oladi. Bularning barchasi uning tajriba xazinasiga qo'shiladi va keyinchalik yangilikka muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Vaqt o'tishi bilan siz bolangizni tushunishni va hatto ba'zi narsalarda oldindan sezishni o'rganasiz. U esa o'z navbatida sizga moslashadi. Bu esa uyqu va uy-boq rejimini shakllantirish uchun yaxshi asosdir. Bashorat qilinadigan tartibga ega bo'lish kuningizni rejalashtirishga yordam beradi. Shunda siz sevimli mashg'ulotlaringizga vaqt ajratishingiz mumkin. Misol uchun, yaxshi dam olgan va yaxshi ovqatlangan chaqaloq buvisi bilan qoldirilishi mumkin va siz sevimli kitobingiz bilan sayrga borishingiz mumkin. Agar sizning ishingiz bunga imkon bersa, masofaviy ishlash bilan tajriba qiling. Sizning ishingizdan zavqlanishingiz va eski hayotingiz bilan bog'langaningizni his qilishingiz juda muhimdir. Yana ishda ona o'zini kattalar qatorida malakali inson sifatida eslashi mumkin. Biroq juda muhim narsa shuki, o'zingizga tan olish kerak. Avvalgidek hayot endi hech qachon bo'lmaydi. Demak, o'zingizga o'tgan hayot uchun qayg'urishga vaqt va huquq berishingiz kerak.